qizlari ayni daqiqalarda ayiqchaning ichida turgan holatda onajonlarni kutmoqdalar. Niyat qilgandim, onam tug'ilgan kunlarga yetib kelaman deb. Necha yildan buyon qatnaysiz Rossiyada? 25 yildan beri. Azob bo'lmasa rohat bo'lmaydi. Ketmagan endi deylar, lekin sharoit. O'zim niyat qilganman, hajga yuboraman onamni deb. Erim shunday kelganlar, Rossiya boramiz deganlar. Men ishonmaganman. Bir yilga yo bir marta yo ikki marta bo'larim bilan gaplashaydim. U ham Svязga borib zakaz qilaydi-da. Sizni ko'rib havasim kelgan, men ham niyat qilganman. Men bu kishini aytmoqchiman deganimga, men shu bilan sizga chiqdim. Zulxumor opamiz yetib keldilar, onajon, qarsaklarni bemalolchalik qilishlaringiz mumkin. Omad quchog'in ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim. Quyoshdek porlab turing, boshimdan nurlar sochib, onam. Buxoro xalqaro aeroporti. Ushbu aeroportdan biz ko'plab musofirlarimizni kutib olib, albatta ularning xonadonlariga yetib borishlariga ko'magimizni ayamaganmiz. Lekin bugungi yetib kelgan opamiz umuman boshqacha uslubda yetib keldilar. Ya'ni ular kecha yetib kelganlar. Aynan bugungi 13-iyundagi onajonlarning tavallud topgan kunlari munosabati bilan ular surpriz qilib kirishni niyat qilganlar. Zulxumor opamiz ayni daqiqalarda Buxoro xalqaro aeroportda turibdilar. Bugungi onajonlarning tavallud topgan kunlari munosabati bilan ularga xush kayfiyat ulashish maqsadida har doim ularni kayfiyatlarini ko'tarishni niyat qilib yurar ekanlar. Zulxumor opa, avvalo kelganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Onajoningiz tavallud topgan kunlar sizga ham muborak bo'lsin. Har doim mana shunday xush kayfiyatda yuzingizdan kulgu tabassum arimagan holatda yurmoqlik vaqti sizga nasib ro'za aylasin. Qanday yetib keldingiz? Allohga shukr, yaxshi. Vladivostok Toshkent keldik. Yaxshi, 8 soatga keldik. Keyin Toshkentdan Buxoroga uchdik. 50 minutga keldik. Yaxshi keldim. Shu safar baxshi azob chekmadim. Yaxshi nastroyen bilan chiqqandim endi. Albatta. Kayfiyatga ham bog'liq bo'lar ekan. Ha, shunday. Niyat qilgandim, onam tug'ilgan kunlarga yetib kelaman deb. Onamga so'z bergandim. Bugun telefon bilan gaplashib tabrik qilganimga, kelaman deganimga, onajon kelaman. Kutib o'tiring, kelaman. Bugun kelmadim, erta kelaman. Erta kelmasam, indin kelaman ish qilib, onajon kutib o'tiring degan. Xo'p, mayli deb qarab o'tirdilar. Endi boshqa narsa deya olmadim. Qolganini keyin endi kechib Albatta. Ana endi yetib borganingizdan keyin ular yanada xursand bo'lishlari uchun mana shunday xush kayfiyatda ularning xonadonlariga yetib borganingizda ular ham kayfiyatlari juda ham ko'tarilishiga biz albatta ishonamiz. Opajon, yana bir bora tabriklaymiz. Siz necha yildan buyon qatnaysiz Rossiyada? 25 yildan beri. 25 yildan beri qatnashsam, 5 yil ham borganman, har 2 yil, 3 yilga ham kelganman. Lekin 5 yildan beri onam uchun har yil kelaman. 9 oy Rossiyaga bo'lsam, 3 oy O'zbekistonga yuraman. Onam uchun. Endi sog'liklari ozgina nimaligi uchun endi onamning oldilariga ozgina bilishim kerak. Men ham endi qizlar bo'laman. Endi ketmagan endi deylar, lekin sharoit o'zingiz bilasiz. Albatta, bu ham bo'lsa, albatta farzandlik burchingiz hisoblanadi. Onajoningizni har doim ularida turishingiz. Lekin sir bo'lmasa, shu kelib ketganingizda onajoningiz tavallud topgan kunlarda kelarmidingiz yoki boshqa paytlarda? Ozgina o'tkazib ham kelganman, oldin ham kelganman. O'sha kuni ham kelganman. Boshqa xil tabriklagandim. O'zim niyat qilganman, hajga yuboraman onamni deb. Oyimni mazalari yo'qligi uchun yubora olmadim. Hatto shu istalik qolsin deb sizni chaqirdim. Eng asosiysi niyatingiz pok. Onajoningizni kayfiyatlarini ko'tarmoqchisiz. Ushbu niyatingizga yetkazayotgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Azob chekib yurgan vaqtlarim ham bo'lgan. Yaxshi kunlar ham bo'lgan. Endi azob bo'lmasa rohat bo'lmaydi. O'sha uchun endi hammasiga shukr qilib yashab kelganman. Ikkita farzandni voyaga yetkazib, ikkita kelin qilib, erta nasib bo'lsa sentyabrga 5-nabiram bo'ladi. Xudo xohlasa. Nasib. Ana shular uchun yuribman. Ilohim, aytganingiz kelsin, nasib bo'lsa o'sha kunlarga ham Alloh taolomiz yetkazsin. Demak, biz hozir mana shu joyda to'xtatgan holatda studiyada suhbatimizni davom ettiramiz. Bo'ladimi, opajon? Qani ketdik. Do'stlar, bizga ajoyib tabrik. Vladivostok, ya'ni Rossiyadan hozirgina yetib kelgan obunachimiz bilan birgalikda onajonlarni xursand qilamiz. Dekoratsiyalarimiz tayyor. Tabrigimizni kuzatib boring. Videoni qayerdan turib kuzatayotganingizni albatta yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim. Ayiqchani ichida
farzandlari borligini hali bilmaydilar. Ko'pchilikdan xabari yo'q. Kuzatib boring. Dunyoda shunday bir ulug' siymolar borki, bular oldida biz hammamiz ham birdek qarzdormiz. Bu insonlar onajonlarimiz hisoblanishadi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Demak, bugun Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi ayni daqiqalarda yana bir onajonimizni xursand etish maqsadida 13-iyun sanasida qizlari bilan birgalikda tashrif buyurganmiz. Demak, hozir kimdir biladi, kimdir bilmaydi, lekin onajonimizning o'zlari aniq bilmaydilar. Ularning musofir yurtdan yetib kelgan Zulxumor opa qizlari ayni daqiqalarda ayiqchaning ichida turgan holatda onajonlarni kutmoqdalar. Ular chiqishlari bilan o'z dasturlarimizni boshlaymiz va tabrigimizning eng kulminatsion daqiqalarida Zulxumor opamiz o'zlarini onajonlarga ko'rsatadilar. Demak, biz mana shunday a'lo kayfiyatda Zulayxoxon onajonimizni kutmoqdamiz. Ular chiqishlari bilan o'z dasturlarimizni boshlaymiz. Zulxumor opa, tayyormisiz? Demak, mana shunday xush kayfiyat hech biringiz tark etmasin. Qani ketdik. Yurtga kelganingizga yetkazganiga shukr deymiz. Barcha musofirlarimiz ham mana shunday kelib, onajonisini bag'riga, oilasini bag'riga eson-omon, sog'-salomat kirib kelmoqlik vaqtiga muyassar bo'lsin deb niyatlar qilamiz. Opajon, 25 yildan buyon musofir yurtdasiz. Shu paytgacha boshingizdan nimalarni kechirgansiz? Eng asosiy, esda qolarli eng qiyinchilik paytingiz va eng xursandchilik paytingizni hozir eslashingiz kerak bo'ladi. Yosh edim, bolalarim yosh, bir sadik boraydik ko'ya. Erim shunday kelganlar, Rossiya boramiz deganlar. Men ishonmaganman. Men aytganman, yo'q, men u kishi unaqa erkak emasladi. Men sizga ishonmayman deganman. Yo'q, rostdan pasportingni ber. Endi prasrojni bo'lganda taxlab boramiz. Ha, berdim, taxlab keldilar pasportni, bilet olib keldilar, ishonmayman-da. To'y yo'lga chiqmadim, ishonmayman. Endi 25 yil oldin poyezd bilan borib kelaydik. Birinchi marta poyezdga chiqqanmiz. 10 kun yo'lga yurganmiz. Buxoro, Toshkent, Toshkent, Novosibir, Vladivostokka ketganmiz. 10 kunga yetib borganmiz. Endi nima ish qilishni bilmaymiz. Ishlar aniq bo'lmaganda o'sha. Yo'q. Bitta uyga joylashganmiz. Endi bitta uyga u vaqt bir tane shunaqa uyga 12 kishi yashardik. Aka-uka, singil emasda, endi qo'shnimi, bir tanishda shunaqalar bilan yashaganmiz. Keyin asta-asta uy topib, birta chiqqanmiz lekin uydan. Endi kim kelsa ham o'sha uyga kelgan, endi bir opamiz bor edilar, yordam qilaydilar. Bag'rlari keng edi, uylari tor bo'lsa ham yedib, ichirib, joy berib uyli qilganda o'sha. Keyin bozorga chiqamiz deganga, keyin men erimga aytganmanki, meni ishlashga qo'ymagansiz Buxoroga. Endi men bera kelib qanday savdo bilan shug'ullanaman? Men savdoni bilmayman, tushunmayman, temul ruscha. Men rus tilini bilmayman deganimga, o'rganasan. Asta-asta bir choy puli topaylik. Bir yaxshi ish topib, keyin chiqib ketamiz ishga deganlar, oylikka ishlaymiz deganlar. Ha, mayli, shu ekanda, xo'p, mayli chiqdik. Tovar olib keldilar erim. Tovar qo'yib, savdo qilib turibman. Tarozi u vaqt elektron emasdi. Bunaqa 1-2 deb yozilib aytib ko'rmaydi. Kalkulyatorga tushunmayman, o'rgatdilar. Narsa bir kun sotdim, 800 so'm foydam bo'ldi. Birinchi kun. Ikkinchi kun 400 so'm zarar, 800 so'm ketgan. 8 rublda o'sha. 8 rubl ketgan. 400 rubl minusga ketganman. Nima uchun desam, erim menga kapusta olib kelgan. Endi kartoshka, piyo, sabzi hammasini gramga o'lchab berib bilaman. Kapusta 1 kilo 200, 3 kilo 200, 100 gram, 200 gramga tushunmaganman. To'g'risi, o'shanga men minusga ketganman. Ha, o'sha 1 kilo ekanda, 2 kilo ekanda deb pulni sanab olganman. Keyin yo'q, bunday emas ekan, keyin o'g'irlasdim. Oldimdagi ishchilardan ruslar nima deydi? Qaysi rayon deydi? Shu Markovka, Skakova rayoni. O'rganaydim. Kartoshka, markovka, luk, hammasini endi o'rganib olganman. Keyin tarozga qarasam kilo 200, kilo 300 shunaqa aytib hisoblaydi. O'shalarni o'rganganman. Shunday o'rganib ketganman, to'g'risi. 1 oy, 2 oy, 3 oy Allohga shukr ishlab ketdik. Ishimiz yaxshi bo'lib ketdi. O'zina qarzimiz bor edi, qarzimizdan ham uzildik.
bolaga yo'rib o'tiribmiz. Oylikka ishlaydigan ish ham kerak bo'lmay qoldi. Yo'q, o'rganib ketdik, Xudoga shukr. Keyin to'g'risi telefon yo'q edi. Telefon yo'q, svязь yo'q. 1 yilga yo 1 marta yo 2 marta bolalarim bilan gaplashaydim. U ham svязьga borib zakaz qilaydik-da. U bir ish gaplashib bilamiz, bir yo'q, svязь yo'q. O'tashim bo'lib kelaydim, yig'lab kelaydim. Asta-asta telefon chiqdi. Keyin telefon bilan gaplashib o'tiraydik. Keyin asta-asta bunaqa telefonlar chiqdi, ko'rib gaplashaydik-kon. Hayotimiz shunaqa yaxshi bo'lib ketdi. Allohga shukr, hammasi yaxshi bo'ldi. Bolalar ham katta bo'ldi. Endi oyim biz Rossiya chiqqanda bizga qilganlar, oyim Allohga shukr bozorga savdo qilib, savdoga o'zlari bizani yedirib, ichirib bizga qarashgan. Endi u kishi o'tirib qolgan vaqtlarga endi biz qarashimiz kerak u kishiga. Endi o'sha uchun hamki Rossiyaga chiqqandan keyin faqat shu bolalarim oyim deb yurdim. Shu 25 yil shu ikkovlari uchun, shu farzandlarim, ro'zg'orim oyim deb keldim shu kungacha. Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari, dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari, bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan, onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan, onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Assalomu alaykum qadrli opa-singillar, hurmatli aka-ukalar. Bugun biz mana shu fayzli xonadonga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurganimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Ya'niki ushbu xonadonning haqiqiy ma'nodagi qirolichasi hisoblangan, farzandlarning duogo'y onajonisi hisoblangan Zulayxoxo onajonimizni qidirib keldik. Onajon, bugungi tavallud topgan kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz munosabati bilan chin yurakdan sizni tabriklab qolamiz. Har doim sog'lik, salomatlik sizni tark etmasin. Toping, kimning nomidan sizni tabriklayapmiz? Rahmat. Kimning nomidan tabriklayapmiz? Zulxumor. Bachalarimga. Hamma bachalarim, kelinlarim, nabiralarim, abiralarim hammasi nomidan. Hali biz to'takalon bu kishi. Shunaqa deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Halabay. Shunaqa deb o'ylayapsiz, farzandlarim deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Ha. Lekin adashyapsiz. Ha. Biz sizni bugungi tavallud topgan kuningiz munosabati bilan mana shu to'takalon buvijonimiz nomlaridan tabriklayapmiz. Qarsaklar chalib qo'yishlaringiz mumkin va albatta bular boshchilik siz topganingiz kabi barcha farzandlaringiz, xususan hozir bugungi kunda musofir yurtda yurgan opajonimiz Zulxumor opa, Zeybo opa, Zaynab opa, Anvar aka, Akbar aka nomlaridan sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Barcha farzandlaringiz boshlarida omon bo'lishingiz chin yurakdan xohlab qolamiz. Onajon, to'g'risini ayting, kutganmidingiz shunaqa bo'lishini? Yo'q, men kutmagan edim. O'rgilay sizlardan, o'rgilay. Kutmagandingiz, to'g'rimi? Yo'q. Siz albatta mana shunday ushbu kunda, aynan tavallud topgan kuningizda yaxshi ma'noda siz bugun xursand bo'lishga arziysiz desak adashmagan bo'lamiz. Chunki barcha farzandlaringizni yemak yedirib, kiymak kiydirib, go'zal tarbiyangizni ayamagan holatda katta qilgansiz, to'g'rimi? Bugungi kunda mana mevasini ko'rib turibsiz. Buning uchun Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz va albatta hammamiz bir ovozdan tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz.
Allohga shukr, bir 33 yildan beri shu umr yo'ldoshim bilan turmush qurib, shu o'rza havas qilib yuribmiz. Yaxshi, Allohga shukr, farzandlarim ham, xo'jayinim ham yaxshilar. Endi baribir o'zim bir-birovga yordam qilib, bir-birovni tushunib yuribmiz. Nechta farzandlaringiz bor? 2 o'g'il. 2 o'g'illaringiz. 5 ta nasib bo'lsa, sentyabrga 5-nabiram bo'ladi. 5 ta nabira bo'ladi nasib bo'lsa. Endi Rossiyaga yurib, men farzandlarni ko'paytira olmaganman, lekin afsusgaman, afsusiyman. O'sha uchun kelinlarimga aytamanki, endi men qilmagan nimalarimni endi sizlar qilinglar. Endi sizlar menga nabira tug'ib beringlar. Ko'payishaylik. O'sha endi o'yim aytganlar, tug' endi birta qiz kerak deganlarga, kelin qilsang qizim bo'ladi, o'sha kelin deganimga, aytib bo'lmaydi, qanaqa kelin tushadi deganlarga, Allohga shukr, yaxshi kelin bergan Xudoga, qizimdan ham yaxshi. Qizimday ko'raman kelinimni. Allohga shukr. Demak, niyatingiz yaxshi bo'lganda. Yaxshi, 2-kursga o'qitibman. 17 ga kirgan qizni olib berganman, 2-o'g'limga. 2-kursga o'zi o'qiyapti. 2-farzandi bo'ladi ertangda nasib bo'lsa. Ko'z tegmasin inshaalloh. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Dunyomiz tinch bo'lsa, qolgan hammasi bo'lar ekan. Ozgina qo'rqmaydigan nimalarim o'yimga ketgan ekanmi, militsiyalar ushlasa, dokumentim bo'lmasam qo'rqmasdim. Doma deydim, или нету deydim. Ну, заберите, вот нету. Yo'q deb turardim. U vaqt zamon boshqacha edi. Albatta o'sha paytda men eshitganman, borish ham qiyin bo'lgan. Qozog'istonda ko'p qiynalgan musofir yurtda. Yo'lda ko'p azob berardi. Ayollarni uncha emas, erkaklarni ko'p azob berardi. Endi men bir 5 marta borib kelganman poyezd bilan. Qolgani faqat samolyot bilan borib kelavmiz. Keyin o'sha samolyot chiqib ketdi. Nima bo'ldi? O'zi Allohga shukr. Yo'l yaqin bo'ldi. To'g'risi, primoy reys, ana Buxoroga ham qo'ygandilar, yo endi yana oldilar. Qoldiraydilar, yaxshi bo'laydi. Lekin bo'lmabdi. Bir martaga o'sha o'ldirganlar. Lekin Toshkent ham yomon emas. Vladivostok Toshkent. Toshkentdan Buxoroga. Toshkentdan Buxoroga keldim. Yo yaxshi keldim, Allohga shukr. Xo'jayingiz hozir qayerdalar? Vladivostokda. Vladivostokda. U kishi qachon keladilar endi? U kishi yaqinga ketdi. U kishi 1 yil bo'ldik borganlarga. U kishi endi dokumentlarini vastovet endi qildilar. Endi meni otam, onam yo'q. Kim uchun boraman? Saniki bor, sen bor deb u kishi meni to'g'risi yubordilar. Borgansan. Ular ham demak ota-ona qadriga yetadigan inson ekanlar, to'g'rimi? Onajoningizni o'zlarini onalaridek ko'rsalar kerak-a? Onalarda ko'rarlar, lekin bir borib keladilar, qo'y so'yib kelsalar, mol-pol so'yib kelsalar, telefon qiladilar. Oyjon, shu safar menga yaxshi qoldi. Nima tugagan? Dori tugaganmi? Nima ish kelyapti? To'lagan kunlarga bugun pozdrav qilib aytdilarki, harakatni o'tkazib olinglar. Nasib bo'lsa men pul jo'nataman o'g'limga. Aytgan go'shingizni olib keladilar. Pishirib bersinlar. Dori tugagan bo'lsa men pul yo'raman, olib bersinlar. Allohga shukr, umr yo'ldoshimdan men roziman. Ming bora tushunaydigan erkaklar baland-pastni tushunib kelibdilar. Allohga shukr. Endi qarsak 2 qo'ldan deylar. Onajon, yana bir bora sizni tabriklab qolamiz. Doimo sog'lik, salomatlik sizni tark etmasin. Hozir ayni paytda bizni musofir yurtdan kuzatib turgan Zulxumor opamizga, qolaversa barcha farzandlaringizga nima tilaklaringiz bor? Yuragingizdan nimalar o'tyapti? Marhamat, bemalol mikrofon orqali yo'lab o'tishingiz mumkin. Avvalambor birinchi dunyomiz tinch bo'lsin. Ilohim. Hamma sog' salomat bo'lsin. Ilohim. Hech kim farzand o'g'ini ko'rmasin, ilohim. Ilohim, hammani ana shu murodga yetkazsin, ilohim. Ha, bachalarim, nabiralarim, abiralarim hammalari sog' bo'lsinlar. Xudoyo, Xudovando. Sizlar ham sog' bo'linglar. Bachalarning huzurini ko'ringlar, ilohim. Sog' bo'linglar, hammalaringiz sog' bo'linglar. Rahmat deymiz kattakon. Mehmonlarimiz ta'kidlab o'tayotganlari kabi, siz ham barcha farzandlaringiz boshlarida sog' salomat yurishingizni, doimo ularni duolaringizda, qolaversa dasturxon boshida duolar qilib yurishdan hech qachon charchamasligingizni tilab qolamiz. Onajon, bugungi kun bilan sizni yana bir bor tabriklab qolamiz. Siz bundan bir necha yillar avval eng katta farzandingiz Zulxumor opa, to'g'rimi? Ular beshikda yotganlarini eslab bilasizmi? Ha, O'sha paytlarda bedor tunlarni kunlarga ulagansiz, to'g'rimi? Lekin ular yig'lab sizni azob berganlar.
Lekin shunday bo'lsa-da, siz bedor tunlarni kunlarga ulab, bir qo'lingizda dunyoni, bir qo'lingizda beshikni tebratib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, tarbiya qilgan farzandlaringiz bugun o'sib, ulg'aygan holatda sizni eslardan chiqarishmadi. Musofir yurtdaman-ku deb bahona qilishmadi. Bugun mana shunday fayzli kunda onajonimni xursand etaman deya niyat qilgan ekanlar. Ushbu niyatlarga yetkazib turgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning taftiyu mehri boshqacha. Kirsa hamki hatto 90 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab, milliardlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz tilab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Barchangizni onajoningiz umriga umr tilaymiz. Bir umr Xudodan baxtni tilaymiz. Onasi yo'qlardan uzr so'raymiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Ilohim, hamma onajonlarimiz sog' salomat bo'linglar. Onajon, Zulxumor opa bilan biz gaplashganimizda ular bir narsani alohida ta'kidlab o'tdilar. Onajonim men uchun eng qadrli inson. Bir umr halol mehnat qilgan holatda bizni voyaga yetkazganlar. Albatta chiroyli ta'lim tarbiyalarini ayamaganlar. Bugun biz musofir yurtda bo'lsak ham qalban onajonimiz bilan birgamiz deya alohida ta'kidlab o'tdilar. Onajon, mana shunday chiroyli dekoratsiyalar qo'yaversa, barcha mehmonlar, yaqinlaringiz qurshovi hammasi sizning xursandchiligingiz uchun. Lekin sizga ko'zingizdan ma'lumki nimadir yetishmay turibdi, to'g'rimi? Ha, bachalarimni sog'inchida. Qaysilarini? Hammasini ham. Hammalari sog'inganmisiz? Hammasini sog'ingan. Lekin sizni yana bitta o'g'lingiz bor ekanlar, to'g'rimi, musofir yurtda? Anvarjon. Xo'p, Anvar aka. Yana kim? Zaynabjon. Zulxumor birinchi qizim. Ha, shularni sog'inaman, ikkitasi o'ldimga. Jamshid aka ham o'g'lingizmi? Kuyovim. Ha, Jamshid aka. Lekin o'g'il sifatida tan olgan ekansiz, to'g'rimi? Zulxumor opa ta'kidlab o'tdilar. Onajonim barcha kuyovlarni kuyov emas, o'g'il sifatida tan olganlar. Kelinlarni esa kelin emas, qiz sifatida tan olganlar. Har doim biz bilan qo'shib hammalarini duolar qiladilar. Buning uchun alohida minnatdorchiligimni yo'llab o'ting dedilar. Hozir mana To'ta buvijonimizga so'z navbatlarini beramiz. Buvijon, assalomu alaykum. Sizga ham bugungi kun muborak bo'lsin. Hozir mana Zulayxoxon onajonimizni chiroyli niyatlar bilan tabriklab qo'yishingiz mumkin, marhamat. Rahmat, shuni gapirganingiz o'zi biz uchun eng katta baxt. Bitta qarsaklar chalib qo'yamiz. Onajonimiz bundan da ulug' yoshlarga kirishlarini yaratgandan ezgu niyatlaringizni so'rab qolamiz. Bugungi kun barchaga muborak bo'lsin. Mana shu yerda o'ynab kulib yurgan jajji shirin nevaralaringizni chiroyli go'shangalarga kelin, kuyov bo'lganlarda ham o'zingiz duolar qilgan holatda kuzatib qo'yish baxtiga muyassar bo'ling degan niyatlar qilamiz. Zulayxa opamiz albatta bugun kuchli hayajondalar. Hozir yuz ko'zlarida ma'lumki, qolaversa chiqib kelayotganingizni sizni ko'zingizda yoshlarni ko'rdik. Bu ham bo'lsa albatta quvonch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Ilohim har doim ko'zingiz quvonch ko'z yoshlari bilan porlasin, g'am ko'z yoshlarini hech qachon ko'rmang degan niyatlar qilib qolamiz. Bugungi kun sizga yana bir bor muborak bo'lsin. Onajon, farzandlaringiz baxt va kamolni ko'rib yurmoqlik. Barcha mana shu yerdagi aziz onajonlarimizga, xususan sizga ham nasib ro'za aylasin degan niyatlar qilamiz. Bugungi kun yana bir bor muborak bo'lsin. Onajon, bugungi kundan yana nimalarni kutgandingiz? Bundan ziyod nimani kutay yana? Katta qizlarni, qizimni qani? Erini oldiga ko'rmadim. Topib beringlar dedi hojam. Ha, topib beringlarga ketib. Yo'q, hozir ular musofir yurtda ekanlar, bizga noma'lum. Joy kelgan biz kelsa endi ish yurishmay turganlarga yordam ham qilganmiz. Endi bizga yordam kerak bo'lgan vaqtda yordam bo'lgan. Kimlardir yordam bergan, kimlardir yordam qilgan. Shunday. Endi biz u yoqda musofir yo'lda, endi qanday desak, o'zbekmi, biz aka-ukaday ko'ramiz, opa-singillar ko'ramiz. Uy kerak bo'lsa, uy, pul kerak bo'lsa, pul, dokument uchunmi, bir narsa uchunmi yordam hamma vaqt Allohga shukr bor. Yig'ilamiz, bir ta'ziya bo'ladi, to'y bo'ladi, yaxshi kun bo'ladi, yomon kun bo'ladi, bir-birimizga yordam qilamiz. Ishsa qilamiz, lekin endi u yoqda shunday. Endi Rossiya shunaqa joy ekanki, qilmas ekan bo'lmay ekanda. Endi o'zbekchilikka endi bir boshqacha nima bo'ladi, lekin ruslarga qarasam, bor ruslarning bir ziloy nimalari, lekin yaxshilari ham bor. Savdo qilib o'tiramiz, shunday shokoladlar keltirib qo'yadi, aytadi, narsa oladi-ku, nima qilib ketadi. Bir shokolad bilan ham odamning ko'nglini topib ketadi. Bir
klientlar boshuna kelib вы не русские надоели, приезжие, идите на родину deb urushib ketayotganlar bor. Bo'lgan bunaqa narsalar. Ularda endi bar begona yurt. Shunday. Lekin hozir sizga qarab turibmiz, siz bilan birinchi gaplashganimizdan bitta narsani his qildimki, siz juda ham pozitiv inson ekansiz. Shuning uchun hozir faqat musofir yurtdagi pozitiv, ya'ni ko'ngilochar voqealar haqida gapiryapsiz, insonlarning yaxshiligi haqida gapiryapsiz, chunki o'zingiz ham yaxshilik qiladigan inson ekansiz. Lekin bor musofir yurtda mana shu o'zbeklarimiz orasida yaxshilari bilan bir qatorda yomonlari ham bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'sha paytda yordam qo'lini sizlarga cho'zmagan bo'lishi ham mumkin. Shunaqa insonlar bo'lmaganmi? Hayotingizda uchramaganmi? Agar uchramagan bo'lsa, yolg'on gapiryapsiz demoqchiman. Yo'q, endi qanday desam, muhtoj bo'lmagandirman shu narsaga. Endi mumkin bordir. Endi men shu narsaga muhtoj bo'lmagandirman. Endi Melishchovkani olsangiz, bo'lgan unaqa narsa, oldi berdi vaqtiga bo'lgan. Endi uni aytib o'tirmayman. Endi unda yurakka tekib ketayotgan narsa menga bo'lmagan. Может, o'sha narsaga men nujdatsa qilmaganman deb o'ylayman-da endi. Shunday. Lekin ba'zi bir insonlar shu ayolini olib ketishga ham qo'rqadi musofir yurtda. Buzilib qolishi mumkin yoki bo'lmasa ajrashib ketishimiz mumkin deb bo'lgan shunaqa voqealar eshitganmiz. Bizda bo'lgan yillari shunaqa gap bor edi. Bor edi, lekin endi men erim menga ishonishi uchunmi, yo erim oldiga uchunmi, meni qanaqaligimni bilgani uchunmi, menga bo'lmagan rashk, bunaqa janjal, urush, men rashk qilgandirman erimni. Lekin erim meni rashk qilmagan, to'g'risi. Bilmayman, endi hozir ham shunday. Ko'p kishi kuladi erimning ustidan. Siz qanaqasiz, bir xotiningizga nima qilmaysiz? Nima qilay? Nima debdi? Bir joy bo'lsa, endi urushaymi? Men urushni xohlamayman. Xohlasa bo'lsin, kelsin. Men hayolimga ishonaman deydi. Endi bozorga bo'ladi bunaqa gaplar. Endi hazil-huzul bo'ladi, lekin bunaqa bo'lmagan bizga-da. Bilmayman, Allohga shukr yaxshi yashagandirman deyman-da. Endi bizga oilamizga bo'lmagan unaqa urush, janjal yo'q. Endi yoshligimizga bo'lgandir, men aldamayman, lekin hammasi o'tkinchi bo'lgan. O'tkinchi bo'lgan, Allohga shukr, hammasi yaxshi. Lekin men hozir bitta narsani sezyapmanki, endi bo'ladi bu hayot, guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlarda, yaxshi bilan yaxshini oldida yomon ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Har doim bo'lib kelgan, shu paytgacha bundan keyin ham bo'ladi. Lekin men hozir xo'jayinizga rahmat aytmoqchiman. Ularga rahmat aytishimning sababi shuki, sizga o'sha yomonliklarni ko'rsatmaganlar. Siz hozir yomonlik umuman bo'lmagan deyapsiz. Xo'jayingiz hozir mana shuni sezyapmanki, sizga yomonlikni ko'rsatmaganlar. Ilohim, ana shunday haqiqiy mard erkaklar ko'payishini Yaratgandan so'rab qolamiz. Musofir yurtda yurgan barcha, ishlab yurgan hamma yurtdoshlarimizga omadlar tilab qolamiz. U yerda erkaklar bormi, ayollar bormi yoki bo'lmasa endi balog'at yoshiga yetgan bolalar ham borib ishlash mumkin. Oila sharoit taqozosi bilan hammalarning ishlariga omad tilab qolamiz. Hammangiz eson-omonlikda, sog'likda, salomatlikda xonadoningiz bag'riga yetib kelishingizni tilab qolamiz. Necha yildan buyon bizni kuzatasiz? Shu yil, lekin to'g'risi. Shu yildan bir endi kerak bo'lganingiz uchun axtarganman. Endi menga aytishgan, qiziqmaganmanmi? Endi shu yil nimadir, u ham bir SMS kelgan telefonimga. Shunaqa sizlar endi siz o'tkazmagan bo'lsangiz, boshqa o'tkazgan bo'lsam, jannatim onam deb konsertlar, nimalar bo'lib, endi o'zimni avlodimdan, jiyanimni nimasi, ular ham shunaqa nima ekan, ular maqtashdi menga. Maqtagandan keyin ular ko'rdim ishlarini, men to'g'risi hamma narsani ham yoqtira olmayman. Ular maqtagandan keyin u maqtashga arzigulik men yomonlamayman, lekin albatta yomonlash yo'q, bu yerda hozir birovni ko'ngliga tegish yo'q. Albatta. Yo'q, ko'rib chiqdim. Keyin yo'q, shunchaki farqini ayting bo'ldi. Shunday, shu erimni jiyanimni ayoli yana bitta sizni tashladilar keyin. Sizni ko'rib men aytdim, endi achig'iz kelmasin dedim. U kishini ayting, u отказ qildilar, bo'lmaydi. Endi bir narsa deng, men bu kishini aytmoqchiman deganimga, mayli yangamni bemalol mayli, siz xohlasangiz, kimni xohlasangiz shu dedilar, qo'ydilar. Keyin shu bilan sizga chiqdim. Albatta, rahmat deymiz. Avvalo hurmat uchun, qolaversa, bee'tibor bo'lmaganingiz uchun kattakon rahmatimizni izhor aylab qo'yamiz. Ko'pchilikka hozir bizda ham mana shu muammo bo'lib turibdiki,
Faqat insonlar tabrikni buyurtma berishdan avval narxiga qiziqib qolishgan. Birinchi navbatda telefon qilib biz administratorlarimizdan ham har doim ma'lumot olib turgan bir paytimizda birinchi bo'lib nimani so'rashyapti deb so'raganimizda narxini so'rashyapti deydi. Endi bilmadim nima uchun narxini faqat so'rashadi. To'g'ri, bizda boshqa jamoalarga nisbatan ozgina qimmat bo'lishi mumkin. Lekin bor bizda hozir o'zingiz tabrikka borgan paytingiz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Siz hozir ko'rib turgan mana shu ekrandagi meni orqamda kuchli bir jamoam bor. Mana shu jamoani ijod mahsuli, sizni ko'rgan har bitta videongiz mana shu jamoani ijod mahsuli hisoblanadi. U yerda administrator bor, u yerda montajyor bor, u yerda operator bor. Qolaversa o'sha bizni dekoratsiyalarimizni tayyorlaydigan yigitlarimizdan tortib, hammasi o'sha tabrikka diqqat bo'lib turadi va ularning boshqa ishi yo'q. Ular yotsa ham, tursa ham xuddi mana shu haqida o'ylashadi va biz ham mana shunaqa qilib, maza qilib, ijod qilib yuribmiz. Rahmat. Har doim bitta narsani o'ylayman. Onalarni qanday qilib ko'nglini ko'taraman degan savolga har doim javob izlab yuraman va shuning natijasida o'sha yerda gapirayotgan gaplarimiz ham kelib chiqadi, yodlaydigan she'rlarimiz ham kelib chiqadi. O'sha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib boradigan she'rimizni ham tagida o'sha onaga bo'lgan mehr yotadi. Biz har doim bitta narsani ta'kidlab o'tamizki, pulingiz mayli bo'lmasin, lekin bitta narsa borki, otajon, onajoningizni oyoqlarini uqalab qo'yib bo'lsa ham ularning duolarini oling. Mana shuni o'zi eng katta baxt hisoblanadi. Ko'z tegmasin ilohim, mana shunday ijodni qadriga yetadigan, qolaversa ruscha aytganda kачествоni qadriga yetadigan insonlar ko'payishini Yaratgandan so'rab qolamiz. Ana endi esa biz videomizning asosiy qismiga o'tamiz. Ya'ni kuchli o'sha hayajonli daqiqalar yaqin 9 oy avval kelgan xonadoningizga hozir birgalikda tashrif buyuramiz. Faqat onajoningizga ko'rinmay turasiz. Qachon, qaysi paytda ko'rishingizni men hozir birgalikda kelishib olgan holatda o'sha paytda ochib ayiqchalarning ichidan chiqib kelishingiz mumkin. Faqat hozir kelishib olamiz qanaqa chiqishingizni. Ular kelganlarmi? Nima deb o'ylaysiz? Kelganlarmi deyman, nima deyman? Ha, shunaqa deb sizga yetkazishdimi? Sizni aldashgan ekan demak. Agarda kelgan bo'lsalar biz bilan gapirdilar, ukimam bilan gapirmadilar. Avval gaplashdilar, keyin uyga kuyovim gapirdilar. Ha, demak. Ular ta'kidlab o'tdilar, xuddi mana shu jarayonni, ya'niki onajonim bilan men gaplashmay turaman, lekin ularga ovozli xabar yuboraman dedilar. Hozir o'sha ovozli xabarlarni menga yuborganlar. O'sha ovozli xabarni siz uchun o'qib eshittirishimizni ular niyat qilgan ekanlar. Keling onajon, hozir mana shu yerdagi barcha yaqinlaringiz qarshilarida siz uchun o'sha ovozli xabarni qo'yib eshittiramiz, bo'ladimi? Mayli. Hozir mana barcha yaqinlaringiz chiroyli niyatlar, tilaklardan birgalikda bahramand bo'lishlari mumkin bo'ladi. Onajon Shukrona kunaton muborak shabad. Mehmonoy omdagi xushomadeton. Men har qadam mondeton دیدیم گرونی کنه توجه سلام اونا جان من شما ناز میبینم من شما پزمون شدم خب demak bu ovoz kimning ovozi onajon? To'g'risini ayting. Qizimni. Qizingizni qaysi birlarini? Kattasini. Zulxumor opanimi? Va Zulxumor opamiz yetib keldilar onajon. Qarsanglarni bemalol chalib qo'yishlaringiz mumkin. Siz mehribonim, onajon, siz xushsabonim, bu nisan dardoshim, bitini bardoshim, ey onajon, ey onajonim, siz mehribonim, onajonim, siz xushsabonim, bu nisan bardoshim, yetim bardoshim, onajonim. Sovuq bo'ladi yo'qqa. Joningizdan o'tib ketadi. Inakda shuni aytaman, mana onam mehnat uchun turgan ekanlar deb achchig'im keladi. Inakda shunday bo'laman, to'g'risi. Yomon sovuq o'zlab vostada endi bu shunaqa, endi yarim
umrim o'sha yoqqa o'tgan desam ham bo'ladi. Sovuqlardan charchaganman to'g'risi. Endi ishim ham shu sovuq bilan. Endi o'yim biz Rossiya chiqqanda bizga qilganlar, o'yim Allohga shukr, bizani yedirib, ichirib, bizga qarashgan. Endi o'sha o'tirib qolgan vaqtlarga endi biz qarashimiz kerak u kishiga. O'sha uchun hamki Rossiyaga chiqqandan keyin faqat shu bolalarim, o'yim deb yurdim. Shu 25 yil shu ikkovlari uchun, shu farzandlarim, ro'zg'orim, o'yim deb keldim shu kungacha. Ko'nglingiz to'lib qoldimi? Farzandingizni mana olib kelinglar, topib beringlar dedingiz, topib berdik. Ko'z tegmas ilohim. Rahmat. Rahmat. Onajon, bundan bir necha oylar muqaddam Zulxumor opamiz sizga va'da bergan ekanlar. Onajon tug'ilgan kuningizda albatta yetib boraman degan ekanlar, to'g'rimi? Shu kun ham aytdim, yo'q dedi, men borolmayman dedi. Kuyovim gapirdilar, lekin biqiniga Zulxumorni ko'rmadim. Lekin ular va'da berganlar, to'g'rimi? Ha, va'da berdi. Mana va'dalar bajarildi, onajon orqangizda turibdilar, ko'z tegmas ilohim. Va nihoyat albatta qizingizni ko'rdingiz, 9 oy deganda mana yoningizga keldilar. Bundan bir necha yillar ilgari albatta sizni orzu qilib kutgan qizingiz 25 yildan buyon musofirlikka qatnar ekanlar, to'g'rimi? Sizni har doim sog'intirib yuradilar, to'g'rimi? Shunday bacham. Bularni hozir bag'ringizga bosgan holatda nimalar degan bo'lardingiz? Endi nima deyman? Bular dunyo surguncha tursin deyman. Ana shu bu ko'tasi, ana shu ko'tayonni yoshlarga kirsin deyman. Hammasi ham. Abiralarimni ham kirsin hammasi. Kelinlarim ham kirsin. Hammasi jiyonlarim ham kirsin ilohim. Hamma ginasi kirsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Hech kimni ko'zga ham ko'rmasin ilohim. Aytgansiz. Ha. Hamma yaxshi kunlar ana shunday o'tsin. Rahmat deymiz katakon, rahmat. Hozir endi Zulxumor opamizni o'zlariga so'z navbatlarini beramiz. Bularning tillaridan chiqqan samimiy niyatlarini birgalikda guvoh bo'lishimiz mumkin. Zulxumor opa, avvalo tabriklaymiz sizni onajoningiz bag'lariga. Eson-omon, sog'-salomat yetib kelganingiz munosabati bilan biz Zulxumor opa bilan hozir intervyu qilib kelyapmiz. Bular juda ham samimiy inson ekanlar, juda ham pozitiv, xush kayfiyatli inson ekanlar. Albatta mana shu yerdagi hammani yaxshi ko'rishlarini chin yurakdan aytib o'tdilar. Intervyu chiqsa ko'rishlaringiz mumkin. Hozir esa o'zlarining tillaridan chiqqan samimiy niyatlarning guvohi bo'lamiz. Marhamat. Avvalambor hammalaringizga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Onajon shukrona kunaton muborak shabat. Rahmat. Exiling ro'za mo'l-mo'l shabanit. Bibijon Gurishdagi tug'ilgan kunaton muborak shabat. Ilohim sad badarit. Asad guzarit. Mo'yam aqatishmuravim. Sindishma pashkara. Faqat kasal nashavid abjam dad kard nagid bijon dilaton hamana binad tanaton dardana binad ilohim onajon hamma vaqtda bo'lisariman sog' bo'lishid ilohim jonam onim shukrona kunaton muborak shabat manda shuni guftam onajon man mebiyon guftan man omadam ha apna inte sürpriz karomadan onajon Ofis uzun taktam onu daundan ha. Hamma to'xshi omadeton. Men buni hamma to'g'ri rahmat. Jamshid akani ham olib kelaylikmi? Ha, olib keling. Lekin ular o'zlari haqiqatdan ham musofir yurtdilar, ko'z tegmasin. Nasib bo'lsa ular ham eson-omon, sog'-salomatlikda xonadoningizga yetib kelganlarda quchoq ochib peshonalaridan o'pgan holatda kutib olmoqlik vaqti sizga nasib ro'za aylasin. Zulxumor opamiz hozirgina ta'kidlab o'tdilar, onajonimiz bizni voyaga yetkazgunga qadar ko'p qiyinchiliklar boshlaridan kechirganlar. Mana shu barcha qiyinchiliklar ortda qolgan Rostbosini bundan buyog'iga farzand bu nabiralarni baxt va kamolini ko'rib yurmoqlik vaqti ularga nasib etsin degan niyatlar qilganlar. Bugun xursandchilik kun, to'g'rimi onajon? Xursandchilik kuni yanada boyitish maqsadida hozir sho'x tarona yangraydi. Mana shu yerdagi hamma yaqinlaringizni o'zingiz raqsga chorlashingiz kerak bo'ladi. Hamma raqsga. Marhamat. Agarda bizni tomosha qilib turgan Vladivostokdan tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, Sportivniy bozordan opamizni topishlaringiz mumkin. Qolaversa, Shahriyor Vlogs YouTube kanalida ham aynan o'sha bozorda turib, musofir yurtdoshlarimizni fikrlari bilan bahramand bo'lishingiz mumkin. Qolaversa, u yerda bitta savol berib o'tilganki, Shahriyor tomonidan ya'ni necha pul oylik bo'lsa O'zbekistonga qaytib kelardiz degan savol bo'lgan. Opajon, sizga ham shu savol. Necha pul oylik bo'lsa, $1000 topsam hozir kelaman. Lekin u yoqda harakat qilsam $1.5 dan ham ko'p topishim mumkin. $1.5 dan ko'p topishingiz mumkin. $2000 ham topganman oyiga. Endi maqtashmas, bizga ovush
bozorga savdo qilaydik, yarmarkaga ham chiqaydik. Kuchim bor ekanmi, yaxshi ishlaganman o'sha vaqtlar. Hozir ham nolimayman, berganiga shukr. Allohimning berganiga shukr, lekin yosh edim, to'g'risi ishlasdim. Endi qanday desam, shunday vaqt bo'lgan, qish vaqti bir joyga ishga kirganman. Bir pol yuvishga, lugovoyga, peshechodga men pol yuvganman. No, 5 ta turganman, 6 dan 6 gacha ishga kelganman. Borib ovqatimni qilib, uy ishimni qilib, 2 kechqurungacha men salat qilganman. Qishga salat qilib, katta balkon bor edi, chiqarib chelaklarni to'ldirib qo'yib, ertalab erim savdoni prodaveska beradi, u sotadi. Men yana ishga chiqib ketaman. Shunaqa kunlarim ham bo'lgan. Lekin men nolimayman. Menga yurishni, gapirishni o'rgatgan ona. Bu issiq, bu sovuq, bu yaxshi, bu yomon deb dunyoni tanitganim. Yig'lasam yo kasal bo'lsam, joni jizillagan mehribonim. Yomg'irda, issiqda qolgan chog'im soyabonim. Qattiq gapirgan paytim ko'zimga mo'ltiragan halolim. Arzimas mayda tashvishlarga ham dod faryod ko'tarsam, sabr bilan yo'l ko'rsatgan ustozim. Men kuchliman. O'z kuchim bilan hamma muammolarni yengdim deganimda qanchalar ahmoq ekanman ona. Siz mingta kamchiligim bilan suydingiz. Ular bitta aybim uchun mendan kechdi. Siz men uchun hayot va zavq daraxtisiz. Men sizga nima qildim? Yelkamda ko'tardimmi? Xizmatingizda turdimmi? Sog'indim desangiz, ishim ko'p dedim. Bir gapni bilmay 2 marta qaytarsangiz siltab berdim. Volidam, kech ochilgan ko'zlarimdan o'ping. Yosh qo'yilgan yuzlarimni silang. Hammasi yaxshi bo'ladi bolam deng. Bu nodon bolangizni bag'ringizga bosing. Kuch bering. Men shu kuch bilan dunyoga bir gap aytaman. Ey tashvishlar, cho'chitmang. Har mushkuliga choram bor. Xazon bilan qo'rqitmang. Qor ostida lolam bor. Do'st ketsa mayli. Yor ketsin mayli. Yig'lamayman, sababi yonginamda onam bor. Sevinib borar joyim, ichimdagi chirog'im. U bor ko'rinmas bog'im, yonginamda onam bor. O'tda yondira olmaysiz, suvda cho'ktira olmaysiz. Sababi nima dersiz? Yonginamda onam bor. Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari. Dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim. Sog'ligim bo'lganmi, xursand bo'lganmanmi, kuchim bo'lganmi, ishlaganman-da. Siz o'zi hech narsadan nolimas ekansiz, to'g'rimi? Allohga shukr. Mana shunaqa pozitiv inson ekansiz. Bu yerda ishim yurishmayapti, nima qilsam bo'ladi deb musofir yurtga ketib, u yerdan 3 oy 4 oyda ham qaytib kelayotgan insonlar bor. Men o'ylaymanki, ularni har doim bu yerda nolidimi, u yerga borgandan keyin ham nolishini bir o'ylab qolaman. Sizningcha qanaqa? Endi bilmasam, men o'ylaymanki, ish yo'qmas kishi shunday deb o'ylayman. Endi meni fikrim. Endi kim boshidan nimani o'tkazadi men bilmayman. Может, o'sha borgan ish yurishmagandir. Endi buni orqasidan yomonlashmas, lekin menga ham ko'p kishi
shunday ishlab bilmadim. Bir oy bo'ldi ketyapman, yo 2 oy bo'ldi ketyapman, yo 1 oy hech nima ishlay olmadim. Minusga ketyapman, 1 so'm pulim yo'q, qarzga ketyapman deganlar ham bo'lgan. Keyin hayron qolganman. Qanday? O ish bo'lsa bir hozir Vladivostokda, endi не только Vladivostok, shu Rossiyaga, любой joyga bir pol yuvib bo'lsa ham, pastda yuvib bo'lsa ham kisangizga pul qilib bilasiz. Men endi qanday desam, kuchim bor, ishlayapman. Endi men o'ylaymanki, endi kuchim bo'lmagan taqdirda ham ishga kirib ham bo'lsam, 3 kun ish, 3 kun uyga bo'lsam bir 50 ming top bilaman-da. Endi shunday deb o'ylayman o'zimni. Endi bilmayman, endi har kim har xil, endi dokument bilan azob chekib yurganlar ham bor. Endi men pulga azob chekmaganman, tanish bilishlari bor, men yordam qilganman, ular yordam qilgan. Может, endi ular pul yetkaza olmagan bo'lishi mumkin. Shunday, kim biladi endi. Endi har kimni dunyo qarashi har xil, har kimni taqdiri har xil. Ilohim hammani yaxshi kunlarga yetkazishini tilab qolamiz. Va mana shu musofir yurtga endi boraman deganlarga nima tavsiya bera olasiz? Endi hozir ketayotganlarga to'g'risini aytaman, azob chekadi. Odami bo'lmasa, yordamchisi bo'lmasa, bir tanish bilish bo'lmasa, azob chekish mumkin. Agar ishni yo'lini bilmaydigan kishi bo'lsa, azob chekadi. Bilib ketayotgan dokumentsiz ham ishlab ketaveradi. Bor shunaqalar. Dokumenti yo'q. 2-3 ta joyga ishlab, normal pul topib o'tiribdi. Deport qilsa ham mayli deydi, lekin o'sha odam deport qilmaydi hech kim. Ishlamaydi, hech kim gapirmaydi, indamaydi. Kimgadir dokument bor, ishlay olmasdan uydan yotdi. Ish yo'q, nima qilay? Ishlay olmayman deyotganlar ham bor. Albatta. Bunaqalar har doim har yerda topilsa kerak menimcha. Ilohim nasib bo'lsa, mana shu o'ylagan yaxshi orzu-niyatlaringizga yetishib yuring. Mana onangizni xursand qilishni niyat qilgan ekansiz. Qolaversa, yana bitta narsani aytib o'tdingiz-ku, hozir aytish yodingizdan ko'tarildimi bilmadim. Onangiz xasta ekanlar, to'g'rimi? Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan ular doktorxonaga borishni umuman xohlamas ekanlar. Aynan mana shu opajonimiz, ya'ni Zulxumor opamiz onajonlarga agarda doktorxonaga borsangiz, men aynan sizni tavallud topgan kuningizda boraman deb va'da bergan ekanlar. Ushbu va'dangizga yetkazayotgan Alloh taologa hamd sanolar aytamiz. Ko'z tegmasin ilohim, onajoningizni har doim umrlari uzoq bo'lsin, o'ylagan yaxshi orzu-niyatlaringizga yetishib yurmoqlik vaqti hammalaringizga nasib ro'za aylasin. Eng asosiysi bitta narsani tilab qolamanki, onajon sizni hajga yuboraman deb niyat qilgan ekansiz. Mana shu niyatingizga Alloh taolomiz yetkazsin. Kerak bo'lsa, Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, sizga shunaqangi bir kuch-qudrat beradiki, siz yelkangizda ko'tarib borib bo'lsa ham o'sha Makkani tavof qildirib kelasiz. Ko'z tegmasin ilohim, mana shu niyatingizga ham Alloh taolomiz yetkazsin. Zulayho onajon, to'g'risini ayting, xursand bo'ldingizmi? O'zimga xursandman. Hammalaringizga rahmat. Hamma ketirganingiz uchun rahmat. Birontasiga bunday quloq solmasdim. Albatta. Nabiramga ham aytib, "Onam qani o'qiydi?" "Onam Rossiyaga da" deydi ana. Sizni aldadilar, to'g'rimi? Ha, meni aldadilar. Sizga rahmat. Rahmat deymiz katakon sizga. Yaxshi kutib olganingiz uchun alohida rahmat. Ana bu ham Zulayho ona. Sizni nomingiz berilgan ekan, mana jajjigina nabirangizga ko'z tegmasin ilohim. Kelajakda mana shu yerdagi barcha nabiralaringizni to'ylarda o'zlaringiz bosh bo'lib, mana Toto buvijonimiz bilan birgalikda bosh bo'lib, mana shunday savlat to'kib turishingizga ko'zlar tegmasin degan niyatlar qilib qolamiz. Onajon, yana bitta insonni keltiramiz hozir yoningizga. O'sha insonni ko'rganingizda Zulxumor opamizdan-da ortiqroq xursand bo'lib ketishingiz mumkin. Kim deb o'ylaysiz? Umarni siz lol qoldirdingiz-ku. Men kim deb o'ylashim mumkin? Anvar bilan gapirdim o'zimda. Xo'p. Rossiyaga u. Yana bitta insonni siz yoningizga keltiramiz hozir. Taxmin qilib aytib ko'ring, kim? Kimni keltirasiz? Zaynab o'g'illa ketdi. Xo'p, sizga yanada aniqroq sizga yordam beramiz. Farzandlaringiz orasidan emas, lekin sizni yaxshi ko'ruvchi inson. Bilmadim kim edi. Bilish xohlaysizmi? Unday bo'lsa hozir hammamiz 7 gacha sanaymiz. Hamma 7 deganda o'sha paytda men kimliklarini aytib o'tishim mumkin. Qani ketdik? 1 2 3 4 5 6 7. Hayit bobo marhamat. Qarsaklarni chalib qo'yishlaringiz mumkin.
Hayit bobo marhamat, yaqinroq kelishingiz mumkin. Siz bilan birgalikda to mana shu kunga qadar yelkama-yelka turib farzandlarni duolar qilib kelayotgan Hayit bobomizdan hozir chiroyli niyatlarda bahramand bo'lishimiz mumkin. Marhamat Hayit bobo. Chiroyli niyatlarni, tilaklarni Zulayxa onajonimizga shu paytgacha aytilmagan tilaklaringiz bo'lsa, hozir aytib olishingiz mumkin. Marhamat. Sağ boş, buam kadar umurgun, tekin bayram okun. Rahmat. O bahçedin dedinmi? Dedim. Hayit bobo, siz ham xursand bo'ldingizmi? Zulayxa onajonimizga shu paytgacha qaysi gapni aytmagansiz, hozir aytib olishingiz mumkin. Şundaq biz yana bitta olaman, shundoq. Shunaqasi bo'lsa yana olasiz, to'g'rimi? Qarsaklar chalib qo'yishingiz mumkin. Haqiqiy erkakning gapi bo'ldi. Ko'z tegmasa ilohim. Hayit bobo, sizga ham uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Zulayxa onajonimiz bilan hali bir necha yillar davomida farzandu nabiralar to'ylarda bosh bo'lib yurish baxtiga muyassar bo'linglar. Ota-ona deb yig'lamagan yurak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi yemaydi deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni sizlar uchun. Jannatlardan o'zga tilak emas, ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka yu Madinaga o'zim olib boray, yuragimga Alloh nomini solib boray. Otajonimning ham, onajonimning ham duosini olay. Yulduz oysiz falak emas, ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ushbu so'zlarni ham barcha farzandlar nomlaridan qabul qilasiz. Onajon, bu hayotda ikki toifa farzandlar bo'lar ekan, ular umuman mehnat qilmasdan uyda yotaversa ham bo'lar ekan. Bilasizmi ular kimlar? Birinchi toifasi ota-onasini duosini olgan farzandlar, mehnat qilmasa ham Alloh taolo ularga barakasini berar ekan. Ikkinchi toifasi esa ota-onasini duosini olmasdan yurgan farzandlar ham mehnat qilmasa bo'laverar ekan. Chunki ular qancha mehnat qilsa ham barakasi bo'lmas ekan. Lekin Zulxumor opamizni ham, barcha farzandlaringizni ham yuzi ko'zlaridan ma'lumki, ular barakali farzandlar. Chunki sizday otajon va onajonlarni duolarini olib yuribdilar. Qolaversa mana to'ta buvijonimiz ham bor ekanlar, bular ham duolar qilib yuradilar. Ilohim ko'z tegmasin. Hamma mana shu yerdagi o'tirgan barcha yaqinlaringiz boshingizda sog' salomat bo'lsinlar. Yana bir bora tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Ushbu qarsaklar siz uchun onajon. Lekin biz Zulxumor opadan ozgina xafa bo'ldik. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Siz ham xafa bo'ldingiz-a? Aytmaganlar uchun. Ha, aytmaganlar uchun. Shulay ko'zlarim to'rt bo'ldi. Bunisiga o'g'diga qarayman, unisini o'g'diga qarayman. Bittasi keladi deydi. Bittasi yo'q kelmaydi deydi. U kelin aytadiki, 11-iyul bu yangi uyga keladi deydi. Men hayron bo'laman. Qaysi biriga ishonishni ham bilmadingiz. Zaynab, nima qilaman Zaynab? Kela ana shuni qiladi. Yana yuragim tog'day ko'tariladi. Yana o'zimga nima qilaman? Birontasi og'zidan chiqmadi-da aniq kelishi. Lekin hozir mana yoningizdalar. Aytmaydi menga o'qib bir o'g'il. Feruzga o'g'liga aytdimki, o'qi onangni olib kelmadingmi? Yo, onam Rossiyaga ketdi menga. Biz ham Zulxumor opadan ozgina xafa bo'ldik. Nima uchun aytaymi? Biz sizni yoshingizni so'radik. Onajoningiz necha yoshga kiryaptilar deb so'raganimizda bular bizni aldabdilar. Siz 18 yoshli qizaloqlar deb turibsiz hozir. Ko'z tegmasa har doim yosh ko'rinib yuring onajon. Farzandlar duolar qilib yurishga hech qachon charchamang. Farzandlaringizni onajon bitta narsa asrab turadi. Bu ham bo'lsa sizni qilgan duolaringiz. Onalarning, otalarning duosi bevosita Alloh taologa yetib boradi. Shunday ekan hozir hammamiz qo'limizni duoga ochsak, farzandlaringiz bir shirin duolaringiz bilan siylab qo'yasiz, marhamat. Amin. Hayırlı bereketler, sağlık, hoşçakalın, sizi bir gam kıyat. Xudo xudovanda davlatımı tinşabat hamma osoyishta va boshar. Iloyim xudo xudovanda yoshar, kalon shabat, sad bazaruv. Piroga xudo shoyishi portiyat. Hamma shu bibini aytganlarga nima qilaman? Dunyomiz tinch bo'lsin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Shoferlar yo'llarga yuradi. Ofat kulfat ko'rmasin birontasi iloyim. Hammaginasi sog' salomat bo'lsin. Barcha chaqasini o'ziga sog' salomat kelsin iloyim. Barchalarimizga Xudo kuch-quvvat bersin. Sog'lik bersin, umr bersin iloyim. Hamma tinchlik sog'likka bachalarini o'stirsin iloyim. Hammani bachasi mani bachalarimday aqllik, tamizlik bo'lsin iloyim. Xudoyo xudovando. Hech kim ham kulfat ko'rmasin iloyim. Allohumma salli ala Muhammad va Bismillahirrohmanirrohim.
Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Bu kecha opajonimning tug'ilgan kunlari ekan. Ilohim hamma vaqt shu farzandlarni, nabiralarini boshini ustiga sog' bersinlar. Bunday chin tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rsinlar. Yaratgan Allohim ilohim bu kunlarni ko'pga taqdir qilsin qatoriga bizlarga ham. Ilohim nabira, abira, chabiralarning davrasiga hamma vaqt sog' bersinlar. Boshimizning ustiga sog' bersinlar. Rahmat, hammalaringizga xush kelibsizlar. Rahmat deymiz kattaga. Sizga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Onajon, sizni kayfiyatingizni yanada yuqori cho'qqiga ko'tarish uchun, qolaversa hayotingiz shirin va totli tarzda bo'lishi uchun farzandlaringiz niyat qilgan ekanlar. Chiroyli shirinlik tortlar ham ayni daqiqalarda siz uchun. Albatta hozirgi to'ylarda ishtirok etasizmi? Kelin-kuyovlarni ko'rasizmi? Hozirgi zamonaviy kelin-kuyovlarni? Hozirgi to'ylarda kelin-kuyovlar bir-birlarini qo'llaridan ushlab shirinlik tortlarga pichoq tortib bir-birlariga yediradilar. Bilasizmi shuni? Hozir malol kelmasa Hayit boboni chaqiramiz yana bir bora. Sizlar to'yingizni qilamiz, bo'ladimi? Hayit bobo marhamat, yaqinroq kelasiz. Qarsaylar chalib qo'yamiz, marhamat. Tabriklaymiz va qutlab qo'yamiz. Davlatim otam, savlatim otam. Davlatim otam, savlatim otam. Davlatim onam, jannatim onam. Jannatim onam. Onajonlarimiz, farzandlar boshlarida omon bo'lsinlar. Qolaversa, musofirlikda yurgan barcha musofirlarimizning ishlariga omadlar tilab qolamiz. Hammalari eson-omon, sog'-salomat xonadonlar bahriga kirib kelmoqlik vaqtiga muyassar bo'lsinlar. Hammalarini ota-onalari juda ham iliq kayfiyatda kutib olmoqlik vaqtiga muyassar bo'lsinlar degan niyatlar qilib qolamiz. Ko'z tegmasa, ilohim mana shunday ona gullar Zulxumor opa xonadoningizda bardavom bo'lmoqligini tilab qolamiz. Onajoningizni hali bir necha yillar davomida duolarini olib, ularni doimo xursand qilib yurish vaqtiga muyassar bo'ling degan niyatlar qilamiz. Onajon, xursand bo'ldingiz, to'g'rimi? Ha, Xudoga shukr. Agarda siz xursand bo'lgan bo'lsangiz, farzandlaringiz bu qilgan xizmatlari Alloh taoloning oldida ibodat sifatida qabul bo'lmoqligini tilab qolamiz. Chunki ota-onaga xizmat qilish, ularni yaxshi kunlarda yo'qlab qo'yish har bitta farzandning ham qarzi, ham farzi hisoblanadi. Farzandlaringiz mana shu farzlarni ado etib berishda hech qachon charchamasinlar. Yana bir bora, bir ovozdan tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Qarsaylar siz uchun onajon. Otam, savlatim otam. Davlatim onam, jannatim onam. Davlatim otam, savlatim otam. Davlatim onam,